68. Kun tug'di Aligning o'dg'irmishni 3-qitim taklif qilganligi aytiladi. Bir kuni Alig o'gdilmishni chaqirdi va "Sana yana bir ishni qilish lozim bo'ldi" dedi. "Chaqirsam qarindishing mening qishimga kelmadi. Men bu orzu tilakimga erishamedim. Men bu orzu qilgan tilakimdan kechdim. Endi tilakimga yetish uchun boshqa bir yo'lni tanladim. Qara, mening hozirgi tilakim mundaq. O'zim uning yuzini bir ko'ray. Men uning oldiga boray yoki u menga kelsin. Ziyoratimni u yo'riq yuzga aytqin. Mening oldimga kelib tarbiya va nasihat bersin. Ondan o'z o'rniga qaytib berib, o'z ishlarini qilsin. Menga foydasi tegsin, uningga ziyon bo'lmaydi. Qalbimdan hamma nopokliklar tozalansin." O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib mundaq dedi: "Bu haqiqatan dal joyida bo'lgan bo'ladi, ey qutluq zot. Alig xohlagan bo'lsa, bu ishni qilaman. Yorliq berilsa, yana uni taklif qilaman. Baray, uningga bu so'zni aytay. Alig bormasin, men uni keltiray. Alig yana bir maktub yozib bersin. O'qib ishonsin va u muloyim bu yerga kelsin." Aligning o'gdilmishga javobi. Alig aytdi: "Endi maktubning nima hojati? Maktubga qaraganda sen ishonchliroq emasmi, ey zirak? Xat ishongili bo'lmaydigan odamga beriladi. Sendinmi ishonchli yana kim bor? Ko'p ishlarni ko'rib aqli yetilgan, yaxshi yog'mi begin nima deydi, angla. Elchiga ishonsa, maktubning nima hojati? Ishonchga ega bo'lganda ehtiyot choralarining nima hojati? O'z og'zing bilan so'zingni ayt, javobini angla. Yana maktub yozishning nima hojati, zirak? Bu anchalik eg'ir kagudak, cho'chib yiroq qochqudak ish emas. Shunchalik so'zga maktubning yoki chora tadbirning nima hojati? Ey zirak, sen men uchun ham maktub, ham ishonch. Bu yerga kelib, men bilan ko'rishsin, ondan qaytib ketsin. Zo'rlab tutib qolmayman, uningga arq beraman. Qara, seni mushu hojat uchun avataman. Yaxshilik bilan chaqirg'in, zo'rlama. U bu yoqqa kelmasa, men u yerga boray. Yuzini ko'rib qaytib kelay." O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi: "Xudo yor yo'lakda bo'lsa, bu tilak o'rindiladi. Shaxsan o'zim nihoyat g'ayrat qilib, bu orzu tilakingning o'rindilishi uchun tirishaman. Alig oliylari omon eson bo'lsin. Xudo barcha tilak orzusiga yetkazadi." O'gdilmish o'rnidan turib sirtga chiqdi, otlandi. Uyga yetib kelib, to'nlarini yashdi. Quyoshning qizil mangzi o'zgarib, seriq tusga kirdi. Dunyo oltin rangidek sop qiyofatga kirdi. Quyosh yuziga seriq zafarang surtdi. Dunyo o'z rangini zangarga o'zgartdi. Osmon mashqlar qishidek qora bo'ldi. Dunyo zangi habashlar tusiga kirdi. O'gdilmish tomoqini yeb, tahorat ilib namoz o'qidi. O'rin selib yotdi, azroq uxladi. Seriq bulbul unlik sayridi. O'gdilmish cho'chib uyg'ondi, uyqusi kelmadi. Bulbul ovoziga quloq selib biroz o'yg'oq yotdi. Bu ovozga maftun bo'lib, o'rnidan qopdi. Uyqusi qochdi, kecha uzunqa so'zilgandek tuyuldi. Kunning yo'rishini toqatsizlik bilan orzu qildi. Osmon kaygan qora ko'nglikini yirtdi. Chim pardasini ochdi, yo'riq yuzi ko'rindi. Quyosh o'rlab go'zal qizdek kulib qaradi. Dunyoning kungay ham taskay tarafi yo'ridi. Kun tug'ib yuqori o'rlab yuzini ko'rsatdi. Dunyoning barliq vodilari ham daryolarini yo'ritdi. O'gdilmish yana qopib tahorat oldi. Kiyim kechkina kiydi. Namoz o'qidi, yaxshilik tilab duo qildi. Etini tutib mindi, bir xizmatchisini elib, xushal-xo'ram holda qarindishi tarafga qarab mangdi. U turgan yerga yaqin kelganda
otdan tushib darvozagacha asta piyoda bordi. Qo'li bilan darvozani asta qoqdi. Qarindishi anglab o'rnidan qo'pib eshikni ochdi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. Ko'z oldida turgan o'gdilmishni ko'rib, "Ey qarindishim, sen ishni uzartib etding" dedi. "Nimishqi zo'mizo o'zingni qiynaysan? Nima uchun menga bunda qasdan yepishib olasan? Yur, uyga kirayli, so'zlaringni ayt. Sen nima uchun yana qaytib bu yerga kelding?" Bu ikki qarindosh billa uyga kirdi. Qarindishiga Zohid qopqini turdi. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. Kagan qarindishi shundoq dedi: "Ey isil, qopqini turma, oldi bilan so'zimni angla. Sen aytgan so'zlarning hammasini kam kutsiz Alikga yetkizdim, tafsili bayon qildim. Alik so'zimni tushandi, hammasini angladi. So'zlaringni anglab ko'p hayron bo'ldi. Ey qarindosh, seni amdi o'z ixtiyoringga qo'yivatdi. Buningdan tashqari boshqa bir tiliki bor. Bu ish uchun meni sana elchi qilib avatdi. Sen meni uyaldirma ey botur. Har qanday narsaning aniq chek chegarasi bo'ladi. Ishingni chekdan oshirib etma ey shavkatlik. Aqlliqlar nima deydi angla. Bu so'zning asosi hamma narsaga mos keladi. Har qanday ishni chekidan oshirib etma. Chekidan eshib ketsa, u ish sendan qochadi. Har qanday ishning munosib cheki o'z payti bo'ladi. Har qanday narsa o'z payti bilan sog'lomdir. Alik hamda avvalgi talabidan kashdi. Seni bir ziyoratga chaqiradi, uningga yo'lak bo'l. Sen uning oldiga borgin, ya o sening qishingga kelsin. Yuzingni bir ko'rsin, ey qo'sqi kang kishi. Ey qarindosh, buningda sana ziyon yo'q. Menga hamdam bo'l, ey bag'ri tash. Alik o'zimi bir yaxshi sultondir. Kambag'allar, miskinlarga jini so'yinadi. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi: "Bu so'z aqlga muvofiqdir, ey ko'ngli tuz. Musulmon qarindoshga musulmon qayoshdir. Albatta bir-birini ziyorat qilishidi, ey dilimning yaqini. Bu so'zga tanbadim, bo'ynimni egiman. Bugun men uni ziyorat qilay. Buningdan avval men uning oldiga bormadim. Chunki u mendan o'ziga manfaat tilaydi. Uningdan kechib to'g'riliq yo'lini tutibdi. To'g'ri yo'lga menmi kiraman, ko'ndim, buni bil. Men Alik oldiga boray, Alik bu yerga kelmasin. Japoni men chekay, u chekmasin. Alik albegi, xalqning ulug'idir. Uni ko'p hurmat qilish va qadrlash kerak. Adil yo'l tutib so'zini to'g'ri qilsa, elde yamonlarning izini yo'qota oladi. Aqlliq, egri besiq ko'ngli yuksak zot nima deydi, angla ey bilimi dengiz. Ra'iyatga begining yorliqi vojibdir. Cho'ng kichik hammasi uni anglab qadrlashi kerak. Bag mayli kumushga setib olingan hindu qul bo'lsa-mu, uning o'zini so'zini qadrlash kerak. Menmo Alik yorliqini qadrlayman. Ziyorat qilib uningga yaqin bo'laman. Yur, endi qaytqin. Alikka so'zimni yetkiz. Meni keladigan bo'ldi deb xabar qil. Yo'riq dunyo yuziga parda tatqanda, ondan men u yerga boraman. Ey koni qadrdonim. Kunduzda kishilar meni ko'rsa agishidi. Mening haqqimda har xil so'zlab o'zini o'tqa atadi. Yur, endi qaytib ketib meni u yerda kut. Men seninkiga boraman. Yotmay biroz kutib tur. Oldi bilan sening yeningga boray. Nima qilish kerakligini ondan muhokama qilayli. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish xushal bo'ldi va mundoq javob berdi: "Bu nihoyatda chiroyli ham xayrlik ish bo'ldi. Endi men qaytib Alik oldiga boray. Bu so'zlarni aytay, uqib xushal bo'lsin. Men ketgandan keyin sen so'zlaringni tayyorla. Va'da qilgan vaqtda u yerga yetib bor." Ikkilisi bir so'zga putishdi. O'gdilmishning chiroyi echilib, u yerdan chiqdi. Yana takror nasihat qilib dedi: "Ey qarindosh,
Va'dangni buzma, bağın, ey dilimning yaqini. Quyosh yerga qaytib, yuziga parda tatqanda, dunyo yuzini ko'mir rangiga kirgizganda, seni uyda kutaman, meninkiga bağın. Sen uchun tayyorlik qilib qo'yman. Etini minib, top-to'g'ri Alik oldiga mongdi. Etidan tushib, ijozat so'rab, Alik huzuriga kirdi. Uqqan so'zlarni Alikka yetkizdi. Alik xushal bo'lib, chiroyi ochildi. Alikning o'gdilmishga savoli. Alik dedi: "Bu ishning hammasi yaxshi bo'ldi. Uning aytqanlari so'zliginingdek rost bo'lsa edi." Alik yana so'radi: "Qaysi vaqt keladi? Uning bilan qayerda uchrashaman, ey bilurman?" O'gdilmishning Alikka javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Kechisi yo'riq dunyo yuzi salpal qorong'ulashganda, u mening uyimga kelmoqchi bo'ldi. Sen qachon kelsin desang, shu chaqda oldinga keladi." Alikning o'gdilmishga javobi. Alik dedi: "Jafo chekib xeyli ko'p yugurding. Xudo u amgikinga yarasha javob bersin. Mening bu dardimning davosi shu edi. Endi u mening ko'nglimni so'yindirdi. Sen uyingda kutgin, kelsa menga xabar qil. Men sana chaqirg'uchi odam avatiman. Qarindishingni elib mening oldimga kel. Yuzini ko'rib ziyorat qilay." Dana shuningga o'xshaydigan bir so'z aytgan. U tegi tahdidi nima deydi angla. Kishining ko'ngli doim orzuga yetishni tilaydi. U o'zini orzuga yetish umidi bilan bazlaydi. Agar orzu tilakiga tugal erishsa, shuning bilan ko'ngli ko'tariladi, so'zimi tugaydi. O'gdilmish albatta shundoq deb o'rnidan turib chiqdi. Uyiga yetib keldi-da, choy hozirladi. Quyosh yerga engishib yuziga parda tortdi. Dunyo yuzi qorayib, chang tumonga qoplandi. Dunyo qopiqini turib, qulluq tonini kiydi. Osmon shayton yuzidek o'ngib qaraydi. Barcha jonliqlar tindi, ko'zini yumdi. Tiriklar so'zi shavqun surallar besildi.